ayollarda bepushtlik menga savol berdingiz, xuddi shunday bepushtlikning sabablari. Eng asosiy sababini aytib bering menga. Hozirgi kunda eng ko'p uchraydigan sababi bu birinchi o'rinda menimcha tuxumdonlar bilan bog'liq sabab bo'lsa kerak, ya'ni anovulyatsiya deymiz, follikulalar yorilmasligi bilan bog'liq muammolar. Mana shu tuxumdonda follikulalar yorilmasligi oqibatida birinchi sabab shu. Eng ko'p uchraydigan follikula yoriladi. Follikula yorilsagina bizning ayollarni organizmiga tuxum hujayra ajralib chiqadi. Follikula yorilmagandan keyin tuxum hujayra ajralmaydida, u tuxum hujayra o'sha yerda so'rilib ketadi. Ya'ni qarabsizki, bepushtlik yuzaga keladi. Ikkinchi sababi eng ko'p uchraydigan bu bachadon naylar o'tkazuvchanligi buzilishi. Bunga o'sha yallig'lanishlar ko'p ta'sir qiladi. Ya'ni ayollarimiz faqat konditsionerda o'tirib shamollash degani emas yoki ko'milib chiqdim, shundan yallig'landim degani emas. Ko'pincha jinsiy yo'llar bilan yuqadigan infeksiyalar bor. O'z bilasiz, xlamidiyalar, mikoplazma, ureoplazmalar, gonorreyalar, trichomonadalar borki, ular bachadon naylarini jarohatlab qo'yadi. Shuni hisobidan bachadon naylari o'tkazuvchanligi buziladi. Follikula yorilgan bilan, demak, bachadon naylari bizada urug'ni o'tkazishda ahamiyatga ega hisoblanadi. Bachadon naylari yopiq bo'lgandan keyin urug' yorilgan tuxum hujayra tomon harakatlana olmaydi va bepushtlik kelib chiqadi. Shu o'rinda ba'zi bir ayollarimizda даже внематочный беременность deymiz, bachadondan tashqari homiladorlik bo'lishiga ham shu infeksiyalar sabab bo'ladi. Chunki bachadon naylari o'tkazuvchanligi buzilgan hisobiga o'sha yerda qolib ketadi.